8-sinf edim chamasi. G'o'zapoya qalin, yurolmas edim. Maktab direktori koyirdi har kun, chunki men normani terolmas edim. Bir kecha paxtadan qochmoqchi bo'ldim. Zovurlarda meni ushlab oldilar. U burchakka turg'izib o'qituvchilarim galma-gal tepdilar, mushlab oldilar. Tongda direktorni olib ketishdi. Holing shu, dunyoga ziyo sochganlar. Sababi ne desam, sinfkom dedi shu, norma termaganlar, paxtadan qochganlar. Tepada bo'lganmish jiddiy selektor. Kim-kimga o'rnagu andoza bo'pti. Direktorni qaytib ko'rmadik, ammo eshitdik qishloqda janoza bo'pti. Bugun men ulg'aydim. Bugun qo'limda otamning pulga kelgan diplomim. O'zimcha kimdirlar bo'ldimi, ammo men odam bo'lmadim. Odam bo'lmadim. Negaki ta'nim yo'q bu o'tgan yillar kelajak qo'ynini puchga to'ldirgan. U allaqachonlar, kazolar ta'limni paxtada urib o'ldirgan.